nimadir shotga yetishmayapti-da. Opa! Avror aka, aka nimalar qilib tashladingiz-ey televizorni? Svetni o'chir, Doniyor. Ham qorong'i holatdagi videoga bitta e'tibor berasizlar. Ayniqsa mana shu podsvetkada g'adir-budur joylari shunaqa ochib beryapti. Mayli, uni qo'ying. Bu joyda nimalar qildingiz? Bu joyga kelsak, oldin tagini taxtavoqda gruppka qildik. Undan keyin kafelnikilarga g'isht serdik devorga. Esingizda bo'lsa, Buxoro g'ishimiz tuz chiqarish boshladi. Sho'rlashni boshladi. Aha. Ana undan keyin antisol qildik. Ha, tuzni yo'qotdingiz? Tuzni yo'qotdik. Ana undan keyin gipsdan fugasini surib tashladik. Ha, fugasini qildingiz. To'ldirdik. Ana ustidan bitta chiroyli qilib lak urdik. Mana shu holda. Sezgan bo'lsangiz, lak qilganingizdan keyin devorimizni yaltirash boshlandi bor-ku, televizorlarni. Lekin uyim joyimda deganlar, akamizni haqiqatdan mehnati o'zgacha chiqibdi. Bunga necha kun sarfladingiz, aka? Sho'rlash jarayonlari bilan hisobga olganda o'sha hisobda 10 kunlar vaqtim ketdi. Uyim joyimda deganlar, 10 kun sarflangan mehnatga o'zingizlar endi like bosmasanglar bo'lmaydi. Yaqin tanishlarga tashlab qo'yinglar. Bu hali hammasi emas. Akamizni tarkib qilganini keyingi videolarda qo'yib boramiz. Buning uchun kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizdan kuzatishni davom etinglar. Lekin haqiqiy san'at asari bo'lib degan.